Ekonom yo'limiz mana Euro remont bo'lgan uyga qo'yilgan, tutamaydi. Xo'p. Eniga 2, uzuniga 10 metr. Birinchi xonamiz 5 ga 3,5. Bunisi ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamizga ikkita radiator qo'yilgan, birinchi xonamizga 2 metrli. Shu devordag'ida yotoqxona 2 metrli radiator qo'yilgan. Shu xonalarda islayapti mana. Jami 3 ta xona hisoblaydigan bo'lsak, hop, 3-oktyabr bo'ladigan bo'lsa bugun jumadan oldin 11:20 larda yoqqanmiz. Hozir soatimiz 2:40. Jami 4 soatga yetayotgan bo'lsa, 3 soat, 4 soatga. 4 soat 4 kilo ko'mir solgan edik. Uyning holati va graduslari. Mana 50 gradusda turibdi. Ozgina zapravka qilyapmiz. Mana tutab ilashishga keldi. Pechkamiz o'zini oqladi. 3 ta xonani bemalol istayapti. Shu 15 kilodan 20 kilogadir rasxodlari xudo xolasa bo'lyapti. Uyingiz uteplit bo'lishiga qarab ham buni rasxod kamayishi mumkin. Agar tomida yoki devorida yoki polida yaxshi uteplit bo'lgan bo'lsa, bundan ham rasxod kam bo'lishi mumkin. Mana pechka kat yo'limiz kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar, pastda nomerlar qoldiramiz, yetkazib beramiz butun O'zbekiston bo'ylab. Agar vodiydan bo'lsangiz, borganida ko'rib turib berishingiz mumkin bo'ladi. Hozir tepadagi montajlarni ko'rsatamiz. Mana tomga chiqdik. Rashidchilniy bok. Rashidchilniy bokni qaynab ketsa pastga olib ketadigan turbamiz. Xo'p, bu yerdan chiqqan padachamiz. Mo'rimiz. Bu yerdan ketdi mana. Uteplit qilishgan ekan, qishda har xil holat bo'ladi, muzlab qolmasligi uchun. Hozir mana shu 5 metr joyiga taxminan 15 sm uklon qilishibdi. Endi ana shu yerdan narigi boshigadir bir 20 sm uklon qilishibdi, 10 metr joyiga. Hop, bu yerdan de ketyapti-da. Spalniyaga tushgan. Spalniyaga padacha tushgan. Hop, nari yoqqa borgan bo'lsak, hali xonada ko'rgan ikkita nimalaringa, radiatorlaringa. Hop, birinchi radiatorga tushdi. Ikkinchi radiatorga tushyapti padacha. Padacha tushib radiatorda aylanib, steyashkaga kirib ketadi. Steyashkadan yana katyolimizga boradi. Katyoldan isib turib, yana chiqib, mana shu yerdan yana sirkulyarka bo'laveradi. Ustalarimiz o'zining ishini ustasi ekan, o'ta zo'r chiroyli qilib montaj qilib qo'yishibdi. Xudo xolasa katyolimiz o'zini oqladi. Kimga pechka katyollarimiz zarur bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin, yetkazib beryapmiz. Mana haqiqiy Rashidchilniy bok zo'r chiqibdi montajlari.